Arzon tunikafon bilan qimmat tunikafonni farqi qayerda? Ko'pchilik insonlar ikkilanadi. Arzonroq tunikafondan qildiraymi yo qimmatrog'idan qildiraymi deb. Tashqaridan qaraganda farqi ikkalasi bir xildek ko'rinishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan qanday farqlari bor ekanligi yaqqol ko'zga tashlanib qoladi. Bugun men sizlarga arzon tunikafon bilan qimmat tunikafonni o'rtasidagi farqlarni va narxlardagi farq nima uchun kelib chiqishligini tushuntirib beraman. Agar siz tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Siz uchun juda ham qimmatli ma'lumot bo'ladi. Hali ham bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, baraka topinglar. Obuna tugmachasini shunday bosib qo'yinglar, sizda hech narsa ketmaydi. Qani bo'lmasa biz boshladik. Navbatdagi ishimiz Samarqand Jumada Bobur mahallasi Timurxo'ja qishlog'ida Xoliddin akamizning xonadonini, mana bu ayvonlarini juda ham chiroyli tunikafon qildik. Tunikafonlar bilan uyimiz yanada o'zgacha bezak oldi. Ayvonimiz uzunligi 25, buyog'i esa 6 metr kaziroklari bilan birgalikda. Biz ushbu xonadonni tunikafon qilishlikda ko'rib turganlaringizdek mana bu klassik fasondagi tunikafondan qildik. Yonidagi hovuzlarimiz duttili variantda bo'lgan va o'rtasini esa o'zimizning tekis kubiklarimizdan, patnislarimizdan qo'yib va o'rtasidagi kubiklarimizni oralarini, lentalarini turli ranglar bilan bezatganmiz hamda do'ppichalarni ham turli ranglardan qo'yganmiz va mana bu trenddagi do'ppichamizni trenddagi rombigimizdan bu yerga 3 ta qo'ydik, chunki simmetriyasi bir-biriga to'g'ri kelishligi uchun. Ko'p joylarda bu narsaga oyna qo'yishlikni ko'p ham xush ko'rmaydi, sababi chang bo'lishligi mumkin, qishloq sharoitida qandaydir anilar o'tirish mumkin. Shuning uchun bizlar shuni o'zini holatida qoldirdik. Buni o'zi ham zo'r chiqdi. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Xo'p, endi asl maqsadga o'tdik. Qimmat tunikafon bilan arzon tunikafonni farqi nimada dedik. Bir xillar o'ylash mumkin, faqat narxida debdi. Yo'q, to'g'ri, narxida. Lekin narxidan oldingi holatlar birinchisiga aytib beraman. Masalan, tunikafonda 120-130 ming deyish mumkin, kimdirlar aytayapti. Menga ko'p negativlar qimmat deyapti. Ana shu qimmat deydiganlar katta ehtimol bilan negativlar o'zi shu arzonroq tunikafon qiladigan usta akalarim, ukalarim bo'ladi. Endi ular misol uchun narxini arzon qilib chiqarish uchun bozorda mahsulotni tan narxini arzon qilish uchun mahsulotni arzon mahsulotlardan foydalanish kerak bo'ladi. Masalan, tunikaning ham sortlari bor. Past sortlardan foydalanadigan bo'lsa, arzonroq xomashyolar olinadigan bo'lsa, tunikaning tan narxi arzonroq kelib chiqadi. Hamda professional ustalarning xizmatidan emas, sal nima deydi? Yangi boshlagan, hali nima deydi? Endi tajribasi kamroq bo'lgan ustalarni ular ham xizmat haqi sal arzonroq bo'ladi. Boyagi eski tajribasi ko'p professional ustalarga nisbatan ana o'sha narsalarni e'tiboran narx-navolar ancha arzon chiqib keladi. Ancha deb unday ko'p emas, shu 10 ming so'm, 20 ming so'mda unday ko'p emas. Endi mana bu narsa arzon xomashyolar ishlatilgandan keyin, hurmatli akalarim, ukalarim, bunaqa narsaga yaxshigina pul xarajat qilyapti odamlar. 40 million, 50 million, 60 million, 100 millionlab xarajat qilyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Shu narsani har 5 yilda almashtirib turiladimi? Yoki bir qo'ygandan keyin uzoqroq turish kerakmi? Bir 20 yil taxminan turish kerakmi? Agar shunaqa turish kerak bo'ladigan bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? O'sha xomashyoni 10 ming so'm, 20 ming so'mga qochib, qisinib, arzonrog'ini olsa, mahsulot sorti pastroqdan tunikani yoki rekalarda ham bir bunday sifatsiz. Endi rekani ham sifatlilari bor. Masalan, rekaga tunikafon qilayotgan akalarimizga, ukalarimiz ko'p tegib ketib qolmasin. Lishdan meni qadriyatim, men o'zim o'rganib qolganman metall profilga ishlashga. Lekin usta odamga aslini olganda, to'g'ri tushuninglar, umuman farqi yo'q. U rekaga qotiram, metall profilga qotiram, boshqa narsaga qotiram, farqi yo'q. Lekin prosta masalan mana shu uyning egalari uzoq yillar bir baraka topishligi uchun bunday mantiqan o'ylab, fikrlab, qarang mana ko'p o'zimizda O'zbekiston tunikafon qiladigan joylar bizlar boyagi ko'p qavatli uylarga qilmaymiz-ku, xonadonlarga qilamiz mana. Xonadonlarda mana shunaqangi yerlar bo'ladi, daraxtlar bo'ladi, sug'orlardi, ispareniya bo'ladi, issiq, sovuq, namgarchilik bo'ladi. Yozgi kuni quyoshda issig'ida shunaqa issiqni o'tkazib yuborib, rekani qovjiratib yuboryapti. Bilasizlarmi, masalan, issiq. Xuddi shunday yomg'ir yog'masa ham ispareniya bo'lib, yomg'ir yog'ib yotganini ko'rgansizlarmi? Yomg'ir yog'magan ispareniyada tunikada shunaqa holatlar bor. Endi o'sha uchun hamma narsani inobatga olib,
fizikada moddani agregat holatlar deb aytilaydi. O'sha narsalarni ham hammasi inobatga olgan holda biz o'yladikki, mijozlarimizga ilinganimiz metaloprofilda qilsa sifatli bo'ladi. To'g'ri, narxi sal qimmatroq bo'lar. Ko'p emas, bir 5000 qimmat bo'lar. 4000 qimmat bo'lar, lekin sifatli bo'ladi. Ishonchli, umr uzoq bo'ladi. Asosiysi tunuka fonda arzon qimmat chiqishligi birinchi o'rinda xomashyoga bog'liq. Olinadigan tunukalarni eng ishonchli sifatlisidan olinglar, baraka topasizlar. 10 ming 20 mingni 10 ming 20 ming arzonni olaman deb turib xomashyoni sifatsizdan olib qo'ysanglar, bu qiyin masala. Eng nozik masalani aytaman. Mana o'zlaring ko'chada yurganda ko'rgandingizlar, darvozalarni, anaqa krishalarga ko'rganingizda, tomlarga ko'zdan tushgani, bir xil krishalar rangi o'chib ketgan. 3 yilda o'chib ketgan. Bir xillari esa 8-10 yil bo'lsa ham bir xilda turibdi, oldin qanday bo'lsa. Bu nimada o'sha sorti past tunuka, sifatli tunuka, sifatsiz tunuka. Narxida farqi bor. Xuddi shunday sifatli tunukalardan ishlatgan holda uyimizni tunuka fonlarini qiladigan bo'lsak, bu uzoq yillar uyingizda rangi o'zgarmasdan, zanglamasdan, chiroyli holatda turishligini ta'minlaydi. Hozir bundan tashqari nima deydi? Tunukani narxini arzonroq chiqarishlik uchun ba'zi bir insonlar tunikani orqasiga 04 deb yozdirib, aslida 35 lik tunikani orqasiga 04 yozdiryapti ekan. Xo'p, eng zo'r yo'li shunaqa aldanib qolmaslik uchun mikrometrni shuni olinglar, mikrometrda bitta o'lchanglar, aniq bo'ladi. Baraka topkurlar. Meni gapim ko'pchilikka tegib ketyapti. Hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Tunikani orqasida yozuvi bo'lmaydi. Bu yozuvni bizlarning o'zimizni tadbirkor aka-ukalarimiz borib Xitoydan yozdirib kelyapti. Sizlar o'ylaysizlar, Xitoyda master tunikalar bor deb o'ylaysizlar. Xitoyda master tunika, master zavod yo'q. Bu narsani bizlar o'zimizni odamlar borib o'sha yerga master deb yozdiryapti, master premium deb yozdiryapti, master class deb yozdiryapti. Birgani yozdiryapti. Siz ham borib otingizda aytsangiz, ko'proq olsangiz yozib beraveradi. Baraka topkurlar. Har bir narsaga ishonib ketavermanglar. Men Alloh taolo aql degan ne'matni berib qo'yibdi. Shuni mikrometrga qo'yinglar, o'zi aytadi. Endi o'shalar ichida hammasi emas, ba'zilari 35 lik tunuka orqasiga 40 lik deb yozib kelyapti ekan. Balki o'sha akalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, meni yomon ko'rmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Chunki sizlar ham mana shu yurtda tug'ilib o'sgansizlar, sizlar ham mana shu yurt farzandsizlar. To'g'ri ishlasak, Xudoyim taolo baraka beradi. Bizlarga, ishimizga, kasbimizga, yurtimizga hamma joyga baraka beradi. Bizlar bir-birimizni allagan bo'lamiz, akalarim, ukalarim. Kerak emas bu narsa. To'g'ri ishlasak, Xudoyim taolo hammamiz rizqimizni barakotli qilib qo'yadi. To'g'rilikda hamma gap. Mana shu Xitoy xalqini masalan ko'pchilik odam yomon ko'radi-da, qimirlagan narsani yeydi deyish mumkin boshqa. Lekin mana shu insonlarda men bitta narsasiga qoyil qolganman. Aldamaydi. Agar aldasin chiqqani, hech kim ulardan narsa olmaydi. O'sha uchun hech qachon aldamaydi. Birinchi o'rinda bizlar o'zimiz sohamizda har bir odam o'zining kasbida, oilasida, o'zida yolg'onni yo'qotsin, ishlar yurish boshlaydi. Rivojlanmoqchiman degan odamlar faqat meni gapimni to'g'ri qilinglar, xulosa qilinglar. Men nima deydi, sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman va kasbimni yaxshi ko'raman. Bu sohamiz yanada gullab yashashini xohlayman. O'sha uchun kasbimga tegishli bo'lgan ba'zi bir xatoliklarni ko'rib qoldim. O'sha narsalarni sizlar bilan bo'lishdim. Bilmadim, balki sizlar tanishlarga shunaqa ish qilayotgan bo'lsa, ularni ham bir chiroyli tushuntirib qo'yinglar, bunaqa ishlar qilmasin. Muhimi, bizlardan xarid qiladigan mijozlarimiz baraka topsin. 1 yil, 2 yil, 5 yil emas, 10 yil, 20 yil, 30 yillab shu qilgan tunuka fonlarimiz chiroyli turib, shu uy egalarini shuncha vaqt mobaynida xursand qilsin, bergan pullari zoya ketmasin, bergan pullaridan chin yurakdan minnatdor bo'lsin. Ana o'shanda bu nima deydi, hammamiz ishimiz, kasbimizga Xudoyim taolo baraka beradi. Azizlar, mana shu joyda tunuka foni dedilar. Biz 160 ming so'mdan qilib berdik. Tunukasi, Toshkent metallurgiya tunukasidan bo'lgan, qalinligi 0.35, tayda karkazlari metaloprofildan bo'lgan, samarez, lisa hamma narsasi ichida 160 ming so'mdan qilib berdik. Uy egalari hech narsaga ovora qilmadik. Agar sizlarga ham mana shunaqangi ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, asablarni buzmasdan, oshiqcha xarajat qildirmasdan chiroyli tunuka fon qilib beradigan qadriyatli ustalarning xizmatlari sizlar uchun ham qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Maslahat berishimiz, hisob-kitob qilib berishimiz, hammasi bepul. Narxlar sizga yoqib qolsa, qildirib olasizlar. Bizda narxlar arzon hamda sifatli. Qadriyatli ustalarda shunaqa, bizni kuzatishda davom etinglar.